O'zbekiston tumani Qudash qishlog'ida istiqomat qiluvchi Alisher Yunusovning xonadoni juda ham oddiy, lekin kichik ko'rgazma pavilyoni go'yoki. Alisher aka farzandlari bilan qovoqdan san'at asari yaratishning havosini olgan. Bu tabiat ne'matlarini tomorqada yetishtirib, quritilgach, ulardan turli ijod namunalari tayyorlanadi. Biz qovoqdan 3 xil, 4 xil narsa yasaymiz. Mana misoli, mana shundan bu narsa solib qo'ygani bu buyum yasaymiz. Keyin bunga teri tortilgandan keyin bunaqangi do'mbiralar yasaymiz. Keyin bulardan mana bedana qovoqlar yasaladi. Shu oddiy o'zimizning qovoqdan. Qovoqdan ro'zg'or buyumini tayyorlash oson. Quritilgan qovoqqa naqsh solib, zarurat bo'lsa bo'yaladi. Keyin lak bilan ishlov berilsa bo'ldi, deydi lavhamiz qahramoni. Do'mbira yasash ancha murakkab. Qovoqqa tortiladigan teriga ishlov berish alohida mas'uliyat. Bu mas'uliyat musiqa anjomining ohangdor chiqishiga xizmat qiladi, deb qo'shimcha qiladi hunarmand. Bu terini olingandan keyin, bu terini junini to'kib tashlangandan keyin ramkaga tortiladi. Ramkaga tortilgandan keyin, ramkadan yechilgandan keyin yana o'shani bo'shashishligi uchun suvga solib bo'shatib, keyin buni mana shunday qilib holatga tortib, keyin mixlanib, shunday mahkamlanadi. Bunisi molni terisidan qilingan, bunisi echkini terisidan qilingan. Ligi uchun ikki xil ovoz beradi. Boshqa ijod namunalarini yaratish ham o'ziga yarasha qobiliyat talab etadi. Mahalliy san'atkorlar ham bir-birlaridan eshitib, buyurtma berishga, uyimizga kelyapti deb maqtanib qo'yadi Alisher aka. U faoliyatini yanada kengaytirish, kelgusi festivallarga yanada ko'proq ijod mahsullari bilan borish niyatida.